Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Bugün Allah'ın fazl-ı merhameti bilen İmam Bukhari rahmetullahi aleyh'in Sahih Bukhari namlı kitabı dersimizin davamını yana eşlik keltirýärmiz. Bugün 486 numaralı hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh şu Medine yollarındaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz okuyan jaýlar ve mescitlerini bayan kılıp ötken cümleden 486 numaralı hadiste mundaq diýdi. Ömer ibn Hattab'ның oğlu Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu Ravhanın en ahırkı tarafideki Erik degan yerga qarab namoz o'qiydi. Erik degan shu yerdagi bir to'pilik bir tog'ning kichik bir tog'niki ismi yoki jilg'ami deyilgan. Lekin bu tog' degan qarash kuchliroq, chunki bu Ravha jilg'isiga kirgandan keyin Ravhaning eng oxirgi nuqtasida tor bir joy bor. Shu yerda kichik tog'lar ko'p. Mana bu Erik degan bu tog' bo'lsa yoki bu joy bo'lsa, yo'lning levidiki ay Ravhaniki eng oxirgi nuqtasi edi deydi. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam bu namoz o'qigan masjid Ravhaning oxirgi shu qaytayotgan oxirgi nuqtasidagi masjid bo'lmasdan bu boshqa bir masjid edi. Makkaga shundoq ketayotgan tarafda yo'lning leviga joylashgan aşağı bir masjid silingan dedi. Endi bu Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu o mescitte namaz okumasdan bu mescidni sol tarafiga og'siga qo'yib oldini shu qibla tomni Eriq degan jilg'iga yoki taqqa qargan holatda namoz o'qiydi dedi. Demak bu yerda Ravha degan bu jilg'ida ikki masjid borligini bildirdi undaqda. Hozirgi mashhur Ravha masjididan boshqa yana bir masjidning borligini bildiryapti. Bu masjidningki o'rni hozirgi aniq emas, lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qigan yana bir masjidningki o'rni quduqimi hozirga qadar davom etgan. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu o'rinda nurg'un qatim o'tgan. Makkaga bog'ichilik, kagichilik, Badrga bog'ichilik degandek Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu o'rinda ko'p qatim o'qig'achqa ba'zi bu yanda o'qigan bo'lishi mumkin. Lekin Ravha jilg'isidagi masjidning birsi hozir oyon, yana birsi hozir oyon emas bizga, aniq emas. Endi Abdullah ibn Ömer hozir bugun bizga oyon bo'lgan masjidda o'qimasdan, shuning atrofidagi yaqin bir joydagi masjidda o'qigan deb shundoq deydi. Albatta bu Abdullah ibn Ömerning bu qilmishi Payg'ambar alayhisolatu vassalamning namoz o'qiganligini ko'rganlikdan shu izni ergishib o'qiganligini bildirdi. Endi Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu Ravhadan mangan vaqtida peshinni o'qimaydi dedi. Shu joyga kelib o'qiydi. Hozir o'qigan kichik masjidda dedi. Makkadan kelgan vaqtida Bomdoddan ma'lum vaqt burun kelib qolgan bo'lsa yoki sahar vaqtiga yaqin kelib qolgan bo'lsa, shu yerda qo'nib Bomdodni shu yerda o'qiydi deb shunaq deydi. Endi bu dadı ish kelgan Abdullah ibn Umar bilan Umar ibn Hattob radhiyallohu anhuniki bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki namoz o'qigan joylariga bo'lgan qarashlari sal farqli. Abdullah ibn Umar har qanday Rasululloh namoz o'qigan joyi bo'lsa, shu yerni tavarruk qilib, iz qo'g'lab Rasulullohga ergishgan nuqtasidan shu yerda namoz o'qib qo'nsimi, tu'simi Rasululloh bir namoz o'qigan holat bo'yicha bir namoz o'qishni bu odam davom etib kelgan. Ammo dadisi Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu bu qarashda emas. Udil kelib qolsa o'qinglar, bo'lmasa unchilar iz qo'llab ketmanglar deb. Ham ishkilaylarning o'ziga to'g'ri. Bu odam Rasulullohniki izini qo'g'lab sunnatni ahyo qilaman desa, Umar ibn Hattob ehtiyot borasida, ehtiyot nuqsatidan bu yer bir bunda bir shirik aqidaga ilib mangadigan bir nuqtaga aylanib qolmasin degan asos qilgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, endi 487 numaralı hadisda yanıla Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu yuqorqi kishiga so'zlab berishcha, Payg'ambar alayhissalatu vassalam Ruvaysaga yaqin joydagi yo'g'on bir daraxtning ostiga tushkun qilgan dedi. O'ng tarafda, ya'ni yo'lning udul qarab turdi, yo'lning o'ng tarafida
shunday iliqi siyliq bir tuzanlik joyga tushgan deydi. Siyliq bak o'ng'ir do'ng'ir emas demoqchida. Hatto Janobi Rasululloh shu Ruvaysaga 2 mil, ya'ni 3 kilometr atrofida, 3 kilometr, 2 milga 3 kilometr desa, yaqin 3 kilometr bu taxminiy masofa ko'lamda ayni vaqtdagi. Ya'ni 2 mil miqdori Ruvaysaga 2 mil qolgan bir to'plik va do'nglik va shu yerdan qo'zg'alib mang'atdi deydi. O to'plikninki ust tarafi buzilib tugab ketgan. Hatto shu ishiga qatlanib ketgan yoki ishiga cho'lib ketgan desak ham bo'ldi. Mana bu tek tug'an to'plik edi. Bu to'plikning tubida nurg'un qum do'ylari bor, ushoq yoki yumshoq to'plar bor deydi. Bu Ruvaysa kenti bugungi kunda xullas deydigan bir o'rin, bir kentni yoki yezni markaz qilgan bugungi kunda xullas deb ataladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu Ruvaysa degan o'rinda o'sha tushkun qilib namoz o'qigan. Shunglashqa Abdulloh ibn Umar bu bayonni bizga sunyotidi. Payg'ambarimizning o'sha tushkun qilganligini, qandoq faoliyatlarni qilgan holatlarini bizga deb beryotidi. Hamda Ruvaysa kenti hamda burundan tortib shu Ravhadan keyingi bir qo'nalg'u bo'lib, azaldan bu sultonlar yo'li, payg'ambarlar yo'li deb atalgan yo'llarniki oxirgi davomi sanaladi.